Mana xaladingizni qo'yib qo'ylaring. Faqat dars qilib bo'lganlaringdan keyin yeysanlar, xo'pmi? Tushundingmi? Aka, marojniga neysamni olib beraymi? Yo'q, meni hozir yegim kelmayapti. Hozir akamdan oldin yeb qo'ysam, keyin u yeyotganini menga maqtanadi. To'xta. Hozir birinchi bo'lib men yeb qo'ysam, ukam mendan keyin mazza qilib yeydimi? Ya, ukam birinchi yesin. Bularchi tabiiy mahsulotdan foydalanar ekan. Saryoz, go'shonli moloko, quritilgan sut, Tabiiy mevalardan tayyorlangan murabbo, sutli, shokoladli glazur ham qo'shishar ekan bunga. Davay ye ukam. Siz birinchi. Ukam san-ku san ye. Akam siz birinchi. Voh, mazza qilib edik-a. Zato menda hali borsan birinchi bo'lding. Zato menda yana bitta marojniy bor. Aşağı bo'ladi, doim sanib turadi.